Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz Ray Centerda bo'ladi. Toza qurilgan 5 etajli domimizni 2-etajida tayyor, remontdan chiqib turgan 2 xonali kvartiramiz sotib qo'yilayotir. Mestasına keladigan bo'lsak, bir tarafimiz Zapchas bozor bo'ladi, bir yon tarafimiz esa Ray Center buyum bozori bo'ladi. Stadion ham yaqin 500 metr, hamma joyi o'ng'ay joyda joylashgan. Toza domda ko'rganlaringizdek. Eshiklarimiz, giraver xot eshiklarimiz yaxshi sifatli demir eshiklardan qo'yilgan. Ichon tarafimizga kiradigan bo'lsak, bir giraver xotimiz bo'ladi. Shuningdek, ulgu tushgan oyoq teglarimizga ajoyib hollardan döşab qo'yibdilar. Depalarimiz gipsokardon chetlari, o'rtalari natijnoy. Oyoq teglarimiz hamma joy laminat pol bo'ladi. Bir yon tarafdan boshlaydigan bo'lsak, berimiz sanuzel bo'ladi. Akva eshiklardan qo'yilgan sanuzelimizga. Ichon tarafına kiradigan bo'lsak, 100% kafelatilgan depamiz plastik bo'ladi. Demaxotlar ham qo'yilgan. Sanuzelimiz ham yeng tushgan dormas. Berimizga suv shilkalari ham asilgan. Oyoq teglarimiz, vanna, giraver xotimiz, zal, yotoqxona, oshxona, hamma joyimiz topli pol bo'ladi. Hamma joyimiz o'tib turibdi. Berimizga umannik ham qo'yilgan ekan giraver joyimizga. Arqalari kafelatilgan. Avoydan chiqib turibdi shuningdek. Berimizga keladigan bo'lsak, yotoqxonasi bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi sifatli MDF eshiklardan qo'yilib turibdi. Oyoq teglarimizga g'ollar döşalgan. Laminat hamma joyi topli pol o'tib turibdi hamma joy yerimizga. Berimiz ham avoydan chiqib turibdi. Depalarimiz natijnoy. Yotoqxonamiz ham ko'rganlaringizdek dormas, keng joylashgan. Ajoyib pardalardan asilib turibdi, shuningdek toza qo'yilgan hali. Aynalarimiz ham ayna, akfa ayna bo'ladi. Berimiz esa oshxonasi bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Toza uголок qo'yib qo'yibdilar beradi. Ko'p bo'lmagan olinganini. Bu yerda ozgina yashag'anlar. Berimizda oshxona mebel bo'ladi ekan, shuningdek kichkina. Vitishkalar o'tib turibdi. Gaz, svet, suvdan umuman problemasi yo'q. Ne ko'rishlaringiz mumkin. Hamma yerimizga o'tib turibdi topli pol. Kontrol etsangiz bo'ladi shu yerdan. Aristollar ham bo'ladi. Bu konturli katyollamizdan Airfel fermasidan Turetski o'tib turibdi. Yaxshisidan hamma joyimizga. Aynalarni ham ko'rishingiz mumkin. Akva ayna katta. Shuningdek zamonaviy jaluzilardan qo'yilgan aynani o'zini. Berimiz ham oshxona ham dormas, keng joylashgan. Depalarimiz natijnoy, patologlar ham beyik. Berimizga keladigan bo'lsak, bu tarafimiz zal bo'ladi. Zalni ko'rishlaringiz mumkin. Dim katta joylashgan zalimiz 4 metr eni, uzunligi 6 metr. Kamdan kam chiqadi bunning katta joy. Kvadratına keladigan bo'lsak, beri kvadrati 63 kvadrat metr. 2 xona katta. Patologlarimiz ham beyik, natijnoy etilgan. Bir lyustrasi besangiz oldu, tayyor. Chetlari gipsokardon. Berimiz ham avoydan ponni chiqib turibdi. Oyoq teglarimizga toza, ajoyib hollardan döşalgan. Pardalarimiz ham $100 yaxshi pardalardan qo'yilib turibdi, tozasidan. Ko'rishlaringiz mumkin. Yashiman desangizlar ham, kvartirant qo'yaman desangizlar ham zo'r joyda. Oyoq teglarimiz ponni topli pol, issiqqina bo'ladi qishda. Narxina keladigan bo'lsak, 425 million so'mda turibdilar. Hozirna kelishiladi. Narxini arziydigan joyda, hamma mesda yaqin. Esa videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon aytib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.